Assalomu alaykum simalarim, xayrli kun hammaga. O'zi oilada eng sog'lom bo'lish kerak bo'lgan odam mana shu odam bo'ladi. Sizlar ham xo'jayininglar shunaqami? Bir oydan beri borishim kerak, borishim kerak, lekin yetib bora olmaydilar. Bugun hojam uchun biza NS Medical klinikasini laboratoriya xizmatini chaqirdik. Menimcha bu klinikani eshitmaganlar yo'q bo'lsa kerak, sababi Toshkentimizda 6 ta filialligi bor. Nima uchun aynan bularni chaqirdik? Chunki bularda 4000 dan ortiq tekshiruv turlari bor. Ko'pchiligimizda noto'g'ri tushuncha bor. Uyga chaqirsam qimmat bo'ladi, borib analiz topshirsam arzon bo'ladi deb o'ylaymiz. Balki boshqa klinikalarda rostdan ham shunaqadir, lekin bu klinikada unaqa emas. Uyga kelsa ham, borsiz ham narxi bir xil bo'ladi. Oilaviy klinika vrachlari malakali, kuchli vrachlar, kuchli endokrinolog. Menimcha ko'pchiliginglar bularni bilsanglar kerak. Xudoyor Adhamovicham aynan mana shu klinikada ishlaydilar. Men call center raqamini qoldiryapman, profillarni отметка qilib qoldiryapman. Bemalol bularni profillariga o'tib olinglar, kirib xizmatlar bilan tanishinglar. Hamma sizlarga yoqadigan umiddaman va